Assalomu alaykum, Oybek Uz kanalini ashaddiy podpischilari. Bugun videoda oxirigacha ko'rindi. Bozorda ham, yerda ham, oyda ham yo'q narxlar. Molda ham zo'ri bo'ladi, narxda ham zo'ri bo'ladi. Otamga rahmat, like bosib qo'yasizlar. Podpiskani bosing. Akalar, bunaqasi faqat Oybek Uzda bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, ishonavering. Savdogar ham olib foydalanadigan baholardan bo'ldi. Batafsil video davomida. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Oybek Uz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari va mana bunday yaltiragan polvon buqa ishqibozlari. Akalar, hafta kuniga 3-oktyabr Sayyidul ayyom barchamizga muborak bo'lsin. Jumadan keyinoq bir yaqin og'aynimdagi yetib kelganmiz akalar. Xudo xolisa Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroyda kindigidan video syomkalarimizni olib boramiz. Akalar, videoni diqqat bilan kuzating. Ishonavering, Begzodbek bugun narxlarda o'ta sensatsiya qilaman deyapti. Mana bunday polvon variantlari bugun video davomida bo'ladi. Xudo xolasa yemoq ichmoqlari, dastavka xizmatlari hammasini kafolatini birgalashib olib boramiz. Faqat videorolikni o'tkazib o'rmasdan, shoshilmasdan kuzating. Mana bunday okkalla gibrid variantida, nimaga gibridligini bilmayman, tumshuq pishib turibdi, ko'rib tursiz. Gibrid variantidan xudo xolasa hammasini og'iz burni absolutni toza, hech qanday so'lagi oqqan kasal mollar yo'q. Ko'zimni yonida bayladi, vaqtincha shu video syomka 10 daqiqa bo'lsa 10 daqiqadan keyin ana shu og'ilga qo'yib beramiz. Bu yoqda Begzodbekni o'zlari. Assalomu alaykum, hurmatli Uz, Oybek Uz kanalini ashaddiy muxlislar. Podpischlar, bugun videoda oxirigacha ko'rindi. 8 dona molimiz bor. Chiroyli qilib video obzor qilib, zo'r qilib chiqarib beramiz. Do'stim, assalomu alaykum. Yetib keldingizmi? Bugun juma. Yaxshi kunda, yaxshi odamlar bilan, yaxshi videoda gazda bosib kuzatdik. Xudo xolasa Begzodbek, lekin mollarda haqiqatan normallarni yig'ibsan. Ishqibozchilikqa terib olib keldim, o'rtoq. Terib, tanlab olib keldik. Xudo xolasa bir qator hammasini oyoq vosh, orqa, keti, oldi hamma yog'ini ko'rsating. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin monosiga alohida bitta besh. Gap bo'lishi mumkin emas, mana ko'ring. Molda yelka turishlarni qarang. Yaltirashini qarang. Ayniqsa orqasida laboy odamni yaltirmaydi. Hammasi ham o'rtoq. Mollarda endi bitta narsasiga e'tibor beramiz. Har doim molda yursak Oybekjon deysiz, o'zingiz. Mana qarang, mana yelka holatlarini ko'ring. Birorta xunojin yelka, ingichka, qimala qish mol yo'q. Xudo xolasa bugun do'stim odamda ancha hijolatga qo'yadigan narxlar aytmoqchi. Videoni oxirigacha kuzating. Begzodbek yemoq ichmoq nimadan sinovdan o'tdi? Oshna xudo xolasa 2 kun bo'ldi, yedirib, ichirib sinab ko'rdik. Mana haligilarni ham ko'rsatib qo'ydim. Toza qilib qo'ydim. Xudo xolasa o'xirlar, sulusda, somonda, silos, somon. Kepakka hammasi. Mana bunday ivitilgan variantda. Shuni somonda Shuni ham ivitilgan. bitta qo'ymayapti kirib. Joning sog' Xudo bo'lsin. xolasa yemoq ichmog'ini umuman o'ylanishmaydi. Asli haliginda 3 kun deyilgan, lekin bir haftaga beramiz. Bir hafta sinab olish. Sinab olishaveradi. Yedirib, ichirib uyda ko'rishaveradi. Qayergacha besplatni dastavka xizmatlarimiz bor. Oshuna kelishsak O'zbekiston bo'ylab, Amerikaga demaymiz. Kelishsak O'zbekiston bo'ylab qo'yib beramiz. Besplatnisi. Besplatni yetkazib olib beradiganimiz Toshkentgacha o'rta. Hammasini olgan ham nechta? Hammasini olishsa Samarqandgacha o'zim mashinamda olib borib beraman. Samarqandgacha. Endi bunday narsa. Nechtagacha olishsa Toshkentgacha? 2ta 3ta olishaversin Toshkentgacha yetkazib beraman. Seriyozmi? Ham 2ta. 2ta 3taga hammi Toshkentgacha. 2 3taga ham olib borib Gap beraman. yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Gap narxida. Xudo xolasa yo'qsa Toshkentmi, Xorazmmi, xudo xolasa shuni narxini xudo xolasa o'ta yengil qo'yib beramiz. Bozordan unaqa hali qilish kerak yo'q. Biz ham olganmiz, ozgina non qolsa sotaveramiz. joning sog' bo'lsin. Bozordan 100 ming, 200 ming, 300 ming arzon bo'laveradi. Joning sog' 100 ming, bo'lsin. 200 ming, 300 ming arzon bo'laveradi. Oshna unda xudo xolasa bir boshdan boshladi. Qaydan boshlaylik? Do'st, mashaqdan metrimiz bor. Metr tanishoy. Metrlar ko'rsatib, hamma narsa. Normalni ko'ring o'rta. O'zim ham ishqibozman, orqalarini ham ko'ring. Oyoqlarni ham hamma yoq. Akalar, bitta narsa e'tibor bering. Mana mol xoloslik xotiga orqa boshi zo'r turibdi. U haligi bemaza gaplar kerak yo'q. Belini bosyapti. Mana xotiga ham mana mollar shuni turishiga zo'r. Shunday turaman. Xotirjam ko'rib olasiz hammasini. Haligi ayrim qo'shtiron ichidagi odamlar yangi haligi. Shunaqangi sensatsiya qo'yaman deyapti. Oshna bo'yni o'lcha, Xudo xolasa 10 ta gapirgandan, 10 ta gapirgandan maqtanaylik narxi bilan. Xudo xolasa mana realniy bo'y bastini birgalashib ko'rib boramiz. Do'stim, 1.5 ga olsin. 1.5 ga olsin. 1.5 mol narxida bo'ladi. Xudo xolasa joningiz sog' bo'lsin. Lekin mollarda gap bo'yida emas-da. Meni ham ko'rsatib qo'ying. Gap mollarda gap mana. Bag'i yo'q. Necha chiqyapti? Xolis. O'zingiz bo'lib aytavering mana. Nechi do'st? 1.7, 1.8 mi? 1.7, 1.5. 1.5. 2 sant, 3 sant bizdan bonus.
Mollarda lekin gap bo'yida emasda, qo'polligiga alohida e'tibor bering. Mana qorin holatini ko'ring, ajralib o'tganini ham. Biri 6 ekan, buni ham 1.5 ga beraveramiz. 1.5 ga beriladi. 1.5 gap bo'lishi mumkin. Mana shisi ham, qorasi ham zo'r narsa ekan. Oldi, xudo xolasa o'rta. Men ilarni ham ko'rsating, siz varaqlab derdingiz. Varaqlab ko'rsatib qo'yaylik ha. Molda bitta gap mana badanida hech qanday garti yo'q, mana ko'ring. Xudo xolasa hamma yer absolyutni toza, mana qorinlariga alohida bittadan 5. Mana ko'ring. O'rtoq bunisi 1 metr. 1 metrdan. 1 metr. Bezot ko'zchana bilinib turibdi-da. 1 metrdan kam moling yo'q. Bitta o'sha chekkada chiqib qolmasa, bu narxi ham o'zi o'shanga yarasha. Narxi ham qulay, ha, narxi ham o'shanga. Mana shu 4 tani bitta qo'yib beramiz. Yarim paltarashga so'raganlarga. Bo'zak emas, endi bo'zak deb haligi akalar 4-5 oylik bo'zak emasa, bularda yoshi sal bir 9-10 oymi, oldi 11 oyga o'tib qolgan. Avval aytaylik, tepasida bo'lmaganmiz 9-10 oyladib olganmiz, o'shanday sotamiz. Qanday ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib, xohlasa video yozibdan qilsin. Musofirda akalar, boshqalar imkoniyatlar bo'lsa kelib ko'rsin. Imkoniyatlari bo'lmasa telefondan video qilsin. Men chotki qilib hamma yog'ini ma'lumotini, videoda chiqmagan ma'lumotni ilojini boricha beraman. O'rtoq, xudo xolasa to'ralasin, bitta narx qo'yalikmi? Gapir. Bitta banglataylikmi? Tortsin lekin, shuncha katta ketganiga tortsin. Gapir. Molda ham maqtaverman, ag'i-bag'ini emasda mana haligisi bilan narximlar maqtanil 1 yerga o'nga yo'q unaqa 14 million, 13,5 million ham yo'q. 13 million 200 ming so'm. Barbar ekan. Yamidan gachi bor. Tanib olish olsa 13 million 200 ming so'm. Barbar ekan. Olsin, maza qilsin. Yo, dengeldenga tushganda haligisi yo'q. Hammaning vaqti o'ziga. O'tib berasanmi, Oybek uzaman deysa? 13 million 200 ming so'mdan telefon qilib Oybek uzidan ko'rdim. Deysa, senga 100 ming, obunachilarga 100 ming so'm. Baragasini bersin. Bo'lar ekan-u. Bekzod, bunday 4 tasini bitta olaman. Birinchi videoga tushyapman-da. Birinchi videoga tushyapman. Nimaga narx arzon bo'lyapti? Ertaga mana YouTube'ga video qo'yilganda Bekzod degan yozuvni o'qiganda telefon qilasan. Shuna kirib videoni Bekzod, shu gapingga yana bitta gap, qara oshna. Sen ham injilmaysan. 13 million so'm shakalant pul. Gap so'zi Liboy savdogarga tushadi. Liboy savdogar. Endi gapda eshit. Men musofirdan qiynalib keldim, yo paxtani yig'ib terib, oilaviy pul yig'dim, qisqasi qiynalib yig'dim. Bekzod, mollaring 13 milliondan arzon, ko'yning ko'tarsa, deydaman deb telefon qilib. yana ko'yning ko'tarsa o'zini o'tib ber deysa, telefon qilib so'zlarga chiroyli. Baragasini bersin. Videoni ko'rganingizga afsuslanmaydigan narxi bo'lyapti. Ko'ryapsizlarmi obunachilar? Qanday qara? Burada Gap bo'lishi mumkin emas. Pelisosa kelmaysiz. Shuni Liboy narsani olib. Kiyima bo'lib chiqib ketgan, qornini Liboy narsani olib kiryapti. Qayyer bo'lib, endi bunday derkanmiz, 4 tasini hali shiprovchisi ekan-da, nushqut terar ekan-da. Nushqut terar emas edi, lekin yo'q. Hammasini ham qorni ideal chiqib turibdi akalar, ko'ring. Akalar bitta narsaga e'tibor berasizlar, qarang. Endi hali gapimda isbot bilan gapiray, hali yarim paltarashga deb qo'ydim-ku, akalar, mana oski sohalari ham hali bo'zaydikka o'xshab turgan yo'q-da. Yarim paltarashga. Hali kichkina mol emas. Mana shu mollarni o'zim chiqarib boryapman, ko'rib turibsizlar. Akalar, misol uchun birovga gapirish emas, boshqa emas, 14. O'ldim degani 1308 dan sotayapti. No lekin Bekzod gap bo'lishi mumkin emas, lekin labzat etosini telefon qilsa tars etib chiqdi-yu. Bunga javob berish bor-da. Hammasini bir joyga unga Toshkentgacha dastlabkasi bilan 13 million so'mdan. Telefon qilishadi ozunadan. Dangalga menga ham mos qolyapti. Ozunadan hayrini qilib beraman. Bunday qilib qo'lda ushab, savdo qilmasinlar bo'ladi o'rtoq. Telefon qilsin o'zlariga chiroyli qo'yib beraman. Baragasini bersin. Qaralik, o'ta katta gapirib beryapsan. Molpurushlarga vizit tashlayapsan. Gapirilgan gapga javob berilgan hozirgacha. Gap bo'lishi mumkin. Tug'ilganimizda otamiz o'g'il ko'rdim deb osh bergan o'rtoq. Ko'ngil to'qqiluv. Gap bo'lishi mumkin emas. Sindirib chiqarib beraman mahno. Endi buni bo'lsin. Mollarni ham ayblaydigan emasda, Beklik men o'zimni ham hayron qoldirding. Gap bo'lishi mumkin emas. Oybekza hayron bo'lsan, mana buni qarang o'rtoq. Molda, lekin o'zim ham ish qilib olganman. Akalar, buni daji dumidagi oqlari ham bir xil-u. O'zim ham ish qilib olganman. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stman oldilarni ham ko'rsatib qo'y, yelkalarini ko'rsat. Hamma yog'ini ko'rs. Men ham aytib qo'yaman haligi obunachilar, qayda ko'rgansizlar yo'q. Bilgan odamlarga men ham 100 kiloni ustida odamman. Gap bo'lishi. Narxim shunga erishdilar. 100 kiloni ustida oldim. Polvonligini qara o'rtoq. Lekin qo'shna mollaringni bor, mana shu uchalasi. Oyoqni qara. Qiziq-a. O'zim ham ish qilib olganman. Akalar haqiqatan yaltirab turibdi. Endi mana yaltirab turishlarini, mana oyoqni ko'ryapsizmi? Mana bo'g'imini ham ingichka xunojon oyoq emas, birortasi. Hammasini bichimi yoshiga monand yarasha, lekin mana molingga alohida tema bu. Bekzod, bunday qilaylik. Men odam ham Liboy olaveradi. Bunday qilaylik-da, narxlarni aytsang, onlaynda yechib mashlardan chiqarib ko'rsatamiz. O'rta narxini aytayman.
Ketdi buni ham maydachilar qilmayman. Gapir. 13 milliondan ketdim, bular 200 ming so'm gemdan ketadi. 12 million 800 mingdan bo'ladi. Olgan odam mazza qilsin. Mana molda o'zing bilasan. Uchalasini bozorga olib chiqsam ham shunaqa narxga To'g'ri, to'g'ri. Lekin obunachilarga bo'lsin. Endi Bekzod qara, bu yerda bitta narsa ketadi oshna. Misol uchun ikkita ola olmayman. Bekzod muomalangga yoqib qoldi, muomalangga ola olyapman. Misol mana shu ikkitang yoki bittang yoqdi deysan, nima deysan? Mana gap qaytilmaydi. Xohlasa bitta olsin, 2,5dan bo'lib olsin 12 million 800 ming. Hey, o'zingda emas. 2,5dan bo'lib olsin 12 million. Uchalasini olgan odamga yana ham yengil ekan-da. Yana ham yengillatib beraman. Baragasini bersam bo'lar ekan, ey akalar. Mana eng ma'nosi bilan bularni bo'yi teng, lekin sifatiga ham, ko'chatiga ham tepishaveradi. Bo'ychasiga, voy, ehtiyot bo'l. To'xta. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'st, narxini yording, gap bo'lishi. Mana bitta bonus deyotganing-chi, Bu nima uchun o'rta? bu ham deyarli haligi, zo'ri bu ham nimaga? Asla bilan jinday, bunday. Nimaligisi bor? O'rtoq buni narxini yengilroq olma, maqsad Ha, yengilroq kelgan. Ha, yengilroq olingan. Mana yelkani ko'ring. Olinganiga qarab sotilaveradi o'rtoq. Nechi pul bek? Qarab turibdi. Bunisi nechi pul? Gapir. Bu hammasi nima uchun bo'lyapti? Oybegiz obunachilari bo'lyapti. Like bilan kommentariyaga otamga rahmat deb yozishlar uchun. Buni o'zinimi? Gapir. Yo'q, 12 million ham yo'q. 11 million 500 ming so'mga baraga. O'zingda bas, ey. Ey, xohlasa savdogar olsin, xohlasa dehqon olsin, olsin, boqsin, mendan foyda ko'rsin, menga baragasini bersin. Menga ariq, daryo bo'lishadimi? Toma ko'l bo'lsin. Olsin 11 million 500 ming so'mga Toshkentgacha olib beraman. Dasturxonichi. Toshkentgacha. Telefon Vodiygachi, dasturxoni bo'pti, vodiyga so'rasa. Telefon qilsa o'tib beraman, o'rtoq. Bek gapir, to'g'ri-to'g'rima gapir. 100 kilo olaman 100 ming emas, 200 ming. Baragasini bersin. Bo'lar ekan, Bekzod mash palomonlaring chiqarchi bir rosa karilladi qani. Gap isboti bilan bo'lsin-chi ko'raylikchi. Lekin obunachilar tan oling, haqiqatan ham mana mollari bor-ku. Standart mana ko'ring, uzoqdan ham olib beraman. 10 ta gapirganda olib boqish kerak bo'ldi, boshqa gap so'z yo'q. 10 ta gapirgandan olib boqish kerak bo'ldi, boshqa gap so'z yo'q. Mana molni ko'ring. Mashalloh, mana uni. Bo'ldi, jigarim. Bo'sh qo'ying molni. Bo'sh qo'ying, bo'ldi, mana. Mana asl yuzi. Ko'ring. Mana molni oldi, mana oldi. Badallariga e'tibor bering. Gap bo'lishi mumkin emas. Uni ham qo'sh. 3 Bekzod. bitta odamdan bitta bermadan. Molni yaltirashiga alohida e'tibor berasiz. Mana badanni yaltirashiga, sog'lomligidan. Hech qanday badanida kasallik alomatlari yo'q. Mol absolutni og'iz burnlari hamma joyi toza turibdi. Molda o'z burnini qo'yaver, o'zi ham toza mol. Mol haqiqatda o'zi ham toza. Gilamda boqyapsanmi nima bo'ladimi bu mollarni? Shayda yashayapti o'rta. O'zi pokiza mollar ekanda. Mana uni ikkita dumini palazalariga Qaytdi, o'rtoq, sog'lig'iga ishonmaymiz desa uygacha haydab boraman, Namangandan bo'lsa. Uygacha haydab borib beraman. Gap yo'q. Qat desa mol qoladi. Gap bo'lishi Molni g'ubori bo'ladi. Akalar, shunaqa labizli erkak kishidan olaman degan aka-ukalar bormidi? Menga labzi butunidan ko'rsat Oybekjon. Raza xalq uchun tortishsang, labzi butun odamlikka borgan degan akalar bormidi? Vaqtini ko'rsatdi. Keyin o'rtoq bitta narsa aytaymi? Mana. Ha. Boshida aytding-ku. Ashi ham ketadi. Hop. 3 ham ketadi, 4 ham ketadi mana. Hammasinimi? Hammani bitta olganga ham bitta narxini aytib qo'ying o'rtoq. Nahotki? 4 3 bittasi. 11 million 300 ming so'm bo'ldi. Bu qanchadan oldi? 12 million 800 dan bo'ldi. 12 million 800 mingdan oldi. Ular 13 milliondan bildim. Bir joyga olganga o'rtoq. Mana. 12 million 800 ming so'mdan nariga 11 yarimga bos. 12 million 800 mingdan bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta. 7ta hali bitta topqanga nariyani 11,5 million so'mga olib borib beraman. Libojidan telefon qilsin. Ammo o'ta katta ketaveryapsan. O'rtoq, bizda gap bu katta ketishda emas. Gap gapirilgan gap oqilgan otilgan o'q bilan bir xil. O'q ham orqaga ketmaydi, gap ham orqaga ketmaydi. 12 million 800 mingdan bir yerga tortqanga. Hop. 4 olganga 13 milliondan, 3 olganga 12 million 800 mingdan 11 million 300 ming so'm. Baragasini bersin. Lekin Bekzod. hech narsa aytilgan gap bo'lmaydi. Sen bilan bizniki xom. Telefon qilsin. Bekzod. 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 Baragasini bersin. Bo'lar ekan, ey 12 million 800 dan mana ularni ham qo'yib yubordi. Ve bitta shuni chiqarib tashlasin bek, ana uni qo'shmasin. 7tasini olsin. 7tasini ayt 12 million 800 dan. 800 dan 7tasini olish aytdimi? Bek.
Serios, uni adilladingmi? Uni 11,5 million so'm. U alohidami? 500 Endi million uni bunga qo'shib qo'yapsan deb o'ylabman-da. Yo'q, qo'shilmaydi. Baragasini bersin. Akalar. Qo'shilmagan holatda. Ko'ryapsizmi, chesnilikni bitta arzonni bunga tiqib qo'ygan yo'q. 7 ta zo'rini olsin. Mana ularni ham shuni narxida yana aytilganim bo'lmaydi deyapti. Yana o'tib beraman deyapti. Yana qanaqa imkoniyat kerak? Bo'lsa, mardi shuncha olamiz. Bo'lsa, mardi. Bo'ldi, 5 ketgan gap. Savdogarni mardi ekanda like bosib, podpiska qilib qo'ygandan keyin. Bugun olmasalar ertaga olasizlar. Bo'lmasa 1 yildan keyin podpiska qilib qo'ygandan qachondir mana shu oshnamning foydasi deya. Jonlaring sog' bo'lsin. Qo'llab tursalaring, bu ham ishlashda charchamaydi. Unda ham ochirib olish oson emas, ancha ko'tarilib ketgan. Jonlaring sog' bo'lsin. Akalar, videorolikka yakun yasaymiz, lekin mujikchasiga gap bo'ldi. Shu bugungi video qilganlarim ichida ichim chiqib, maza qilganim shu bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aloqaga ekran ostidagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.